Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yog'li yuz terisi va uni parvarishlash xususida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, yog'li yuz terisini to'g'ri parvarish qilish juda ham muhim hisoblanadi. Aks holda bu qora nuqtalar yoki akne, ya'ni ugriylar kelib chiqishini rag'batlantirishi mumkin. Demak, quyida yog'li yuz terisini parvarishlash bo'yicha bir necha tavsiyalarni berib o'taman. Demak, bu birinchi navbatda tozalash. Kuniga ushbu jarayonni 2 marta amalga oshirishingiz kerak. Ertalab va kechqurun yuzingizni yumshoq yoki gel-simon tozalovchi bilan yuvishingiz tavsiya etiladi. Juda ko'p yuvish ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni bu yuzni quritib, terini yanada ko'proq yog' ajratishni rag'batlantiradi. Albatta, yuvish vositalaringiz tarkibida salitsil yoki glikol kislotalar bo'lishi tavsiya etiladi. Keyingi bosqich tonik. Tonik tarkibida spirt bo'lmasligi kerak. Tonik demak yuzdagi ortiqcha yog' va iflosliklarni yo'q qiladi, teshiklarni toraytirishga yordam beradi. Namlantirish. Yog'li teri ham namlikka muhtoj hisoblanadi. Yengil yog'siz gel yoki suv asosli namlantiruvchilardan foydalaning. Ya'ni aloe vera, gialuronik asid va niasinamidli mahsulotlar ushbu toifaga kiradi. Albatta, quyoshdan himoya qilishni unutmang, ya'ni SPF surtishni kunlik ehtiyojingizga aylantiring. Har kuni quyoshdan himoyalovchi surting, hatto bulutli kunda ham. Mat qiluvchi, ya'ni matting yoki yog'siz SPF bizning sharoitimizda 50+ ni tanlashingiz ham mumkin, chunki O'zbekiston havosi juda ham issiq, ayniqsa yoz kunlarida. Keyingisi esa haftalik niqoblardan foydalaning. Haftada 1-2 marta niqobdan foydalanish demak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu niqoblar qora nuqtalar, ortiqcha yog' va teshiklarni tozalaydi. Keyingi bosqich esa teri qatlamini tozalash. Haftasiga 1-2 marta amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu jarayon o'lik hujayralarni olib tashlash uchun yumshoq skrab yoki kislotali eksfoliatorlardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu jarayonda nimalar tavsiya qilinmaydi? Juda ko'p yuzni yuvish yoki spirtli vositalardan foydalanish, yuzdagi ugriylarni qo'l bilan siqish, og'ir yog'li kremlardan foydalanish, yostiq jildlarni va sochiqlarni tez-tez almashtirmaslik. Agar yog'li teri bilan bog'liq muammolar, masalan, og'ir akne uzoq davom etsa, dermatologga murojaat qilish tavsiya etiladi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.